Chiqim men hikoya bayon qilish do'stlar. So'zki hikoyamizdan davomi. Ajoyib bir erlar, ajoyib bir qiynallar bo'ladi ekan. Ağzıga asla ip koymaydı. Asla bizni yo'qlab qo'ymaydi. Bir kun tuyuqsiz qiynatdim. Mahal qo'ydik saqchilar kepti. Nima deb kepti deymamsizlar. Kanit saqchilarni boshlabni kepti zari. İp ketaylik bolalar cho'ng bo'lib qoldi deb. Nima ish saqchilarni ip keldiki deb o'ylasak, shu kanit saqchilar nima deydi danglar. Bu qizlar nimishga ajrashtirib atmoqchi bo'lasizlar. Shu o'tirliqda bunda gijgijang bo'lavergandan keyin bular yo'qlab kelmagandan keyin bu ajrashma yoki balam ajrashib ketsin degan gap tabiiylam chiqadi. Bular gapni o'ngda dumda qiplamoq qo'ngda kelib yuzga chaplabla. Kelinimiz ikki boladan ajrashmoqchi bo'lyapti. O'g'limni, ya'ni yo'ldishini ichidi, chekidi deb ajrashmoqchi bo'lyapti deb kanit saqchilarga gapni o'ngda dumda qipla. Shunda arziyat sunibdi. Bu tilning ustixoni yo'q deb gap deganni til deganni qayyoqqa bursak gap degan shu perdada chiqaverdi ekan. Shu tarda chilinverdi ekan. Shunda qilib men buni ichida chekidi deb ajrashmoqchi bo'lib qopdim. Kanit saqchilar shunda deydi. Shu o'tirliqda bir o'qishlar bo'lib ketdim men sizlar. Mening bir necha ochalarim shu yerda bo'lib qoldi, necha qirinchim. Sizlarning ideyalarga masala bor ekan. O'g'linglar, qizinglar shu yerga yetib olsa, ichida chekidi deganinglar nim deganinglar. Sizlarning ideyalarga masala bor ekan. Nimishga o'zgarmaysizlar? Bolanglar shu yerda tursa, bu qizning qarindoshlar shu yerda tursa, sizlarning nimishga yeringlar o'zgarmaydi. Nima degan xurapi degan gapni qildim. Shundaqda bir xizmat ishlagan bo'ldi. Sizlarning ideyalar nim degan qatmal. Hozir shu gapni qilamsizlar degandek bir qator gaplarni qildi. Bularni xizmat ishlashi bilan opam yana qaytib qo'ydi. Bo'ptilar. O'ngshulib qola, adam bo'lib qola deb ikki bolam uchun devimni tishlab, opamga ig'rimni bismimni solayvermay, opamning ko'ngilsizligi g'imi ozmi, bo'ptilar ketib bir ko'rpaqay. Bir emas, ikki bolam deb shuni ko'zda tutib men bo'y ketdim. Ketgandan keyin yana shu pedago, yana shu o'xshash yanalar. Herkes bolamni to'riga chiqarib qo'ymaydi, yoki ikki bolamizga qarang demaydi, qilmamsa, atmamsa, yana shu gap, yana shu mol chorva eg'ilning, yana shu etizning, yana shu qozon beshining degandek. Endi cho'ng bolam yeslida kichkina mushtaq tutib yurib, kaynimdan o'mlashtirib yurib, og'rig'i sep so'rab yurib, yana shu eg'ilg'i berib ish qilaman. Hoylarimning uyning endi har qanday odam qiladi, hayot bir odam tirik jon bo'lganka qildi. Lekin bu uyda haddi hisobsiz bisim yana g'ut rozi bo'lish u yoq tutsin gap. Vıttan uşaq gap bu ko'ngilsizlikmi cho ishdan kerak hozir aytadi ekan. Bu uyda men o'tasam bo'lmaydi, yasam bo'lmaydi, ravrisqim bir qur kiyim kiysam bo'lmaydi. Hatto mening bir bolam noroq deb so'rab qani meldagi bir bozorlarga borgan salohiyatimi yo'q hatto. Asla jur'atmi yo'q. Qalandini akilan debni bo'lmaydi. Butun narsa o'ziga bordi. Xuddi men uyaga bosam yo'qolib ketgandek, xuddi men uyaga bosam qichib ketgandek, xuddi men uyaga bosam bularning necha yuzlab pullarni xashlab ketgandek. Albatta kerakda shu yezdagi bozorlarga bosam mening ko'nglim ichilib qolardi. 2-3 kunlik bir narsa yegan bo'lsam albatta ko'nglim xush bo'lardi. Mana shu xo'rliqlarni tatib ishqirib bu uydagi bisim g'am til ahonat zada bir o'zgarish yo'q. 1 yil, 2 yil, 3 yil o'simi, 5 yil o'simi yana shu perdada. Bir kuni atganda qopsam bilimning tövünde zada sezim yo'q. Ya desep mangamadan qo'rqib ketdim. Xuddi bir bilimning tövündagi 2 futim uzilib ketgandek qo'rqib chiqarib ketdim. Shu zaman qiynacham bo'lgan yo'lishimning hadisi. Vaqadim ajmaya kirgandan keyin chaqqan eningizga telefon qiling. Futimda sezim yo'q deb. Shundan bilan angacha yo'lishim keldi, doktorxonaga oladi. Balyatqoda ig'ir darajada masala chiqqan, balyatqoda o'sma chiqqan, shundan ta'siridan men nerib besilgan, hatto belda ustixon ungan, bilimning o'ttirisini kuyib og'rishi shu sababdan ekan. Ig'ir nas ko'targanlikdan men ustixon moymoq ketgan ahvolim bor ekan. Shu darajada ish qilib tatdimki buning dardini doktorlar operatsiya qilishga o'rinlashtirdi. Operatsiya qilgan, qo'l qo'yib beringlar deb. Endi xil bir ko'ngilsizliklar bilan bu operatsiyaga qo'l qo'ydi. Bu balyatqo beldan sirt uzun mezgil qon yetishmaslik, ozuq yetishmaslik, mini qilgan tomirlar taraygan hadidan ziyoda bisim eshib ketgan degandek ish qilib bir qator kasalliklarni chiqarib etdi. Bular qo'l qo'ydi. Ikki bolamni opamning yiniga, ya'ni meningki opamning yiniga olib qo'ydi. Olib qo'yib bu operatsiyani o'rinlashtirib qilg'izdik. Doktorlar endi uzun mezgilgacha bir narsa ko'tamsin, tug'ut demagandek demasin, kutinsin deb bir qator menga kutinish planlarini tuzib berdi. 15 kundan keyin qaytib ketdim. Onamning uyiga bormay qiynanamning uyiga chiqdim, doktorxonadan chiqqan paytda. Endi doktorlar qattiq ish qilmasin degan, lekin qiynanamning mijasi xo'ynim men emas. Hamma qo'lim qo'shni urib tuqqanlarini tatib bilib ketgan. Shunchalik azoz tarangishib, men bo'lsam anda qilatdim, men bo'lsam anda qilatdim, yetib bilishning hojati yo'q. Burullar degan tufib qo'yib bilimizni tengib qo'yib aniqlatdik, ma'niqlatdik. U gap so'zlardan u bisimning ichida kimni yatalisin deysiz. Qo'ngini yulashtirib yurib, aran bir oy degidek bitam, optimummi yo'q shu darajada. Shu jarayonda yo'lchi menga boshqa shorpis qilib bergan bo'ldi. Bir ikki qatim bir xotirjam ishgan bo'pti, men ondan qiynanam. Mening eg'izim bor. Xotinga qilib beramsa, men sening onang emasman, men yotmi, xotining ishganda men sen bo'lmam degan. Deb kelib yiliqiyada bir jidalni chiqadi. Mana qiynani ishchi, mana apa aylansin deb turib berdim. Ening keyindan men o shorpini hech baxmadim, o shorpimni qaytib bo'lib baxmadi shu qiynanning sababidan. Mening kutinishlarım asta-asta shundan keyin tugdi.
bu neçe günlük hem yoluşumdaki başka şorpus kıpayını o bu kıpayından özgerdim deyme turpay bu neçe günlük deyme. Aşta kılıp kıynanam mening mi gelim ba degan bilan bahana kılıp bu şorpunu mu iş boğamı buldum. Bu çağda ballarım hem de işki bala apamның öydeti. Apamның öydü boğalık için ben her halde mişinçilik yatalgan. Şu kütünüp yatkan günlerimdeki birisi de kıyınım kırıptı. Yatı ve geçe ulaqlağı yem kaşık sipasın zunmamdı. Qarasın zunmamdı dadamga. Dadam baza ketip keç koyla usap ketipti. Su basın zunmamdı. Daplı kırıp öňüp şunda dadı. Akınız demedim men yaňa operatsiya op çıktım. Emalet bilmey qalamdı. Lekin men manda buldum degen orunda akınız demedim sizge müştamishta buldum deyişimni bileme. Kimingizge gap yandırıwatsız. Xudi yol düşümdüm beter. Xudi bunu mening erimdek. Xudi bunu mening qynanamdek. Hemmisini qiyni bir emasmı? Hiç qıp xeyli bir tatmılap açıq gaplarni qılıp aldı. Yatıverdiği iş yok. Kimingizge gap yandırıwatsız men sizden kichik balangızma. Tılvagan buldum men onun aksından ayalığım. Men onun yengisi o. Bu şunchaki eğriturlukta qiynadım sırtdan kirip qaldı. Kirip nima davatsa men senin yengem. Biz birini desekmi sen degan qiyni inisi. Senin birini deydigan işin yok balam. Men çık. Bir xotin kishi uy kirgan yatgan uyga kirip yengenge birini demey. Asli şunda desi bolatdı. Biroq to'g'ri deydi mening balam. Yatıverdiğin iş yok. Deb ilaqiya bir muncha gap qildi. Bu yerda xeyli bir ko'ngilsizliklar chiqib ketdi. Men bir kessam bo'lmamdi. Burun ota-onamni o'ylagan bo'lsam dadammi ketdi amimiz amin o'lib ketadi ekanmiz-ku. Balam meyip dedim balam herhalde yaxshi bir esli kirdi. Gerçi gapini uqtiramasam yolunu o'nglab mang'alaydi. Qizim bu sağlam saq meyli emasmi bo'ldilar. Bundan ajrashib kelsam men jinimni baqanmay bir osh qolamanmi, talada qolamanmi, nimachi bo'laman ha. O'lib kelsak qoladigan jahonga buncha xo'rinib, buncha til ahanat yo'ldushimdan yesam, qiynanamda yesam bu til tayoqni emni qopib qiyni ini mushu gaplarni qavasa. Men bir qusqum neda o'sib to'ydi ishlasam oshqanmasman, balamni rasxotni o'zim qilsam, balam bir ko'chada bir xorinib qolmas. Bu men bir tirik jon bo'lgandan keyin ajrashib chiqib ketaychi deb o'ylaga chiqdim. Chiqsam qiynanam mushinchilik gap ketay dedingizmi? Akam kasni imdab qoldi bo'pti, mendan o'tgan bo'lsin bo'ldi, ketmang degan gapni qildi. Ortiq yaqinmadim. Ancha bir narsarim bor qo'limda. Qiynanam mushu eshikdan chiqib ketsangiz, yinib yana bir qaytam kirma degan gapni qilmang. Bilib basasiz qiynama bu so'g'ini atlab chiqib ketishingizni deydi. Men qanday qilishimni uqmadim, turib ketdim, yenib kirib ketmayman, bo'ldi. Mushu bu so'g atlab chiqqan payti bir haqda chiqib ketay deb uyga mangdigan talaga qarab mandim. Qiynanam yana shu gapni qilib kaynimdan qoldi. Udul uy yenib keldim. Yenib kelib sotqa arz sundum. Bir oydan keyin bizni ajrashtiradigan bo'ldi shu o'tirliqlarda. Yo'ldushim shu bir oy to'shib kelgan vaqtda ichiga kirish-kirmaslikni umdan o'ylash. Agar ichiga kirib meni ustimdan yana shikoyat qilib ajrashaman deb ajrashadigan bo'lsang, seni akalarim turbidan menga chiqmas qilib yetaman deydi. Jinim ichimga patmagan o'zim uchun yashayman degan o'yladim. Mayli. Qo'limdan kelganini qil. Endi meni qo'rqitma deb avaroma. Menda bir o'zimni qo'g'dig'idek, bir o'zimni seningdan bir nirqig'idekmi bir aqlim yo'q. Shuncha yilni qo'limda qarinib o'tkazdim. Endi bo'ldi. Mening o'njinim yo'q. Endi bo'ldi. Shuncha kasallarni tatdim, shuncha xo'rliqlarni tatdim. Endi bo'ldi. Bu hayotga bir qaytim kelamiz. Biz yana bir qaytim kelmaymiz. Bo'ldi. Mening jinim o'n emas. Mening yoshliqim bu holda turavermaydi. Bo'ldi. Seningdan qutuladigan ish bo'lsa, endi bundan keyin o'zim uchun yashashga qaror chiqardim. Ajrashima